Mana bu olchalari qarang. G'arb pishib yotibdi-da. Mana shu yo'l oxirigacha shunaqa. Bu yoqda yana o'riklar ham bor. Mana Toshkentdan nimaga ketyapman? Mayskiga qarab ketyapman. Shu yo'l yoqasida juda ko'p shunaqa olchalar, o'riklar, shunaqa daraxtlar borda. O'zi Qibray o'zi boshqachada, o'zi shunaqasi bilan ajralib turadi Qibray. Shu Qibrayda ko'proq yo'l yoqasiga mana shunaqa mevali daraxtlar ekiladi-da. Qarang. Shuni olib faqat yeyish kerak bo'ldi. Boshqa joylarda ko'pincha shu dekorativni daraxtlar ekiladi-da, manzarali daraxtlar. Qibrayda ko'pincha mana shunaqa mevali daraxtlar ekiladi. Besxo'zda, короче. Yo'l yoqasida vaqtida ekilgan, qolib ketgan shu bo'y. Mana oxirigacha shunaqa. Shunaqa Toshkentdan Mayskiga qarab yurib qolsangiz, yo'l yoqasida juda ko'p mana shunaqalar. O'riklar bor. Mana yoqda o'rik bor, mana bu yoqda rosa o'rik kelgancha. Mana bu yoqda tut bor. Mana o'rtalikda mana shunaqa olchalar bor. Faqat bu yerda emas, shu Mayskiga borgancha shunaqa. Mana bu qarang, вообще. Buni yeyishga odam kerak-da, bolalar kerak. Bolalar olib ketsangiz, rosa yeyishadi. Shu bir xil vaqtlar ko'pchiliklar terib ketadi. Ko'raman-da yo'lda. Shunda ham mana shunday qolib ketib, hammasi tushib ketadi yerga. Juda ko'p. Xullas shunaqa joylar bor Qibrayda. Mana ko'ryapsizmi? Malatsi. Jannat makon joylar. Mana bu yoqlarda nimalardir ekilgan. Bug'doy bor, nari yoqda jo'xorimi deyman, jo'xori. Bular shunaqa joylar. Kelinglar Qibrayga.